ishdan chiqdik bolalar bilan. Choyxona g'ozini eshitdik. Keyin eslaganingizda nima eslaganda bu yoqda telefon yonimda ekan. Qaytarib bermoqchi bo'ldim uni. Kim uyaldim qaytarib oldim. Mast holatda o'g'irlikka qo'l urganini sayyor majlisda tan olayotgan ushbu shaxs mavsumiy ishchi bo'lishiga qaramay, spirtli ichimlikka oshnolikdan voz kecha olmaganlardan. Tanishining uyiga ish so'rab borish bahonasida quvvat olishda turgan mobil telefonni qanday cho'ntagga solib, uyiga olib ketib qolganini ham bilmay qolganini ma'lum qilar ekan, suddan unga yengillik berilishini so'radi. Shu mahallaning fuqarosi spirtli ichimlik iste'mol qilib mast holatda o'zini qo'shnisini uyiga kirib, u yerdan bir dona qo'l telefon apparatini o'g'irlab ketgan. Oshkor bo'lgandan keyin shu telefon apparatini qaytarib beryapti. Sud majlisida jabrlanuvchi zarari qoplanganligi uchun sudlanuvchiga da'vosi yo'qligini ma'lum qildi. Sudlanuvchini muqaddam sudlanmaganligini, qaramoqda bir nafar voyaga yetmagan farzandi borligini inobatga olib, unga nisbatan ish haqqining 20% ni davlat daromadi hisobiga undirilgan holda 2 yil muddatga axlos solishlar jazosi tayinladik. Qarabchi mahallasining aholisi ishtirokida ko'rilgan sayyor sud majlisida navbatdagi ma'muriy huquqbuzarlikda ham farzandlari uy-joyli bo'lsa-da, hamon spirtli ichimlik ta'siridan chiqib keta olmayotgan 45 yoshli otaning huquqbuzarligi muhokama qilindi. Biz surunkalik chaqdi muntazam narkologiyaga bir necha bor yotqizganmiz hozir bor. Ket so'raganimizdan ketni qanaqa so'kindi va endi uydan janjal qilgan ekan. Sud tomonidan jarima jazosi tayinlangan huquqbuzarlardan yana biri kuyovi bilan kelib chiqqan mojaro jarayonida profilaktika inspektorining talablariga bo'ysunmay janjalda davom etgani ma'lum bo'ldi. Ya'ni qizim menikiga qochib kelsa, kechasi tong'atam otganim soat 5:30 o'rtasida edi. Kelib chaqir qilib eshiklarimizni yulib, oynalarni bir nima bilan urib, janjal qilib, baqirib, bir yomon so'zlar bilan so'kinib, butun qo'ni-qo'shniga sharmanda qilib ketdi-da. Har kim o'z qilmishiga yarasha jazo olgan sayyor sud majlisida mahalla aholisiga sayyor suddan so'ng qonunchiligimizda sud huquq sohasida oxirgi yangiliklar yuzasidan ma'lumotlar berdik. Qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmasligini ularga yana bir bor tushuntirib o'tdik. Bu kun Mahfirat Xudoyberdiyeva va O'tkir Boymatov, Sirdaryo.